Assalomu alaykum do'stlar, bu Qozaq Story Time. Biz boshlaymiz. Men bu voqeani qanday boshlashni bilmayman. Balki boshi oddiy emas, balki eng oddiy joydan boshlash kerak. Qishning oxiri, daraxtlar mayingina gullay boshlagan, lekin odamlar hali ham qalin plashlarini ortgan payt edi. Menimcha, hayotimdagi eng katta burilish o'sha kuni boshlanibdi. Oddiy bir klinika eshigidan. Qaynogam, Yodgor aka, bir vaqtlar qishloq shifokori edi. Men uni doim hurmat qilardim. U turmushimizga qat'iy, lekin mehribon munosabatda bo'lgan inson edi. O'sha payt u pensiyada edi, lekin odamlar hali ham uning maslahatiga kelaverar edi. Qishloqda bunday kishilar kam, so'zining og'irligi, tajribasining balandligi bor. Men ham unga qarab o'sdim, tibbiyotga qiziqishim farzandligimdan bor edi. Ammo o'sha hafta barchasi notinch edi. Onam kasal edi, u uchun dorilar kerak, testlar kerak va men yangi ish bilan band bo'lsam ham uyga klasscha tez qaytardim. Qaynogam har kuni klinikada 2-3 soat ishlardi. U bemorlarni ko'rar, maslahat berar, hamshiralarga ko'rsatma berardi. U qachon buyruq bersa, xuddi mabodo hayotim kanning chekachiga tegib qolmishdek, hammasi darhol bajarilardi. O'sha kun ham shunday kechdi. Men oshxonada stolda o'tib, onamning dori qutilarini tartiblayotgan edim. Uzoqda klinikaning eshigi ochilib yopiladi, qaynogamning qadam ovozi yangradi. U tom ma'noda yengilgina chaqmoqdek edi, hayotga o'xshamaydi, balki bir oz qattiqroq. U menga qarab yuzida odatiy sirasini o'ynatdi, jiddiy, lekin mehri bor. "Qalaysan?" dedi u, "ko'ringan kayfing yaxshi emas." "Mana, dorilarni tekshiryapman", dedim men. Onaning qon bosimi past. Doktorlar tavsiya qildi. Qaynogam stol ustiga qo'l qo'ydi, qism jilmaydi, qism jiddiylandi. "Seni eshitdim", dedi. "Men 1-2 kun ichida shaxsiy qarorni qabul qilishim kerak. Sen ham ko'mak qilgin." Men nima haqida ekanini bilmay qoldim. Uning ko'zida bir narvon yashirin edi. U menga hech qanday ko'rsatma bermadi, faqat tayyor bo'l deganday qildi. Ertalab men klinikaga bordim, onamni tekshirish kerak edi. Klinikada odatdagidan ko'proq odam bor edi. Qishloq aholisi haqida gapirganda odamlar bir-birini sevadi, lekin kasallikka bog'liq mavzularda asosan vahima ko'tariladi. Qaynogam odamlarni birin-ketin yuvib chiqardi, aniq, qat'iyatli. Lekin uning qo'llari bundan oldin ham qattiq emasdi. U hozir haqiqatan ham tinimsiz ishlardi. Soat taxminan 12 bo'lganda onamning holatini tekshirdik. Qaynogam stetxoskopi bilan eshitdi, yurakni tingladi, qon bosimini oldi. Hech qanday sezilarli o'zgarish bo'lmadi. U menga qaradi va xom xayol bilan: "Sen buni bilasanmi?" dedi u. "Bu dorilar yaxshi natija bermaydi. Balki biz boshqa yo'lni tanlashimiz kerak." "Qanday yo'l?" deb so'radim men. Ohangimda galati bir titroq bor edi. Qon bilan ma'lum bir protsedura bor. Injeksiya, lekin oddiy emas. Kuchli, lekin ehtiyot bilan. Uning so'zi mening yuragimga yengilroq zarba berdi. Kuchli injeksiya bu degani nima? Tibbiy tilda kuchli ko'p narsani bildiradi. Immunmodulyatorlar, steroidi yoki hatto tajribaviy preparatlar. Lekin men dolzarb sirlarni ko'rmasdim. Qaynogam hech qachon bu darajada rasmiy bo'lmagan. "Bizda eng yaxshi dori bor", dedi u yakuniy ohang bilan. "Sen ishon, hammasi yaxshi bo'ladi. Lekin buning uchun men o'zim qo'l urishim kerak." Men sirasiz nima demoqchi ekanini tushundim. U bu inyeksiyani o'zi qo'yadi. Bu qishloq shifoxonasining oddiy qoidalari bo'yicha rasm bo'lmasligi mumkin. Lekin u shifokor va yaxshi tushunadi. "Qaynogam, men nima deyishim kerak?" dedim men silliq, lekin ovozimda hozirgacha bo'lmagan tuhmat bor edi. "Ishon", dedi u, "men bu ishni olib imkon qadar ehtiyot bilan qilaman. Sen oldingi 2 kun ichida dam ol. Onangni uxlashiga yordam ber." Men uyga qaytdim va 2 kun davomida hech narsa demadim. O'sha kecha meni hamda onamni oldindan tibbiy tekshiruvdan o'tkazdilar. Men kayfiyatdan qaytdim. Bir tarafimda umid, bir tarafimda dahshat. Oxiri keldi, o'sha kun ham keldi. Klinikada gidrolikka o'xshash bir xona bor edi. Kafedir, yaltirab turgan stakan, uskunalar tepadan sovutgich. Men onam yonida o'tirgan edim.
Qaynogam stollarga qandaydir steril qoplamalarni yoydi. Qo'lida bir shisha, unda mahalliy, aniq nomini bilmagan. Lekin rangi tiniq, shaffof suyuqlik bor edi. U bu dorilar haqida ozgina gapirdi, tekshi, ammo chin. Bu yangi protokol, dedi u, bu ko'p kasalliklar uchun ishlaydi. Men uni togri yozdim, yaxshi natijalar ko'ramiz. Onamning ko'zlari tinch edi, u mendan qo'rqmay qabul qildi. Men butun qalbim bilan ko'nglimni jim edim, bu tinchlikmi yoki xatolik? Qaynogam injektorni tayyorladi. Nafas ichimda tolib paydo bo'lgan quyosh pardozidan yurt oldi. Uning qo'li aniq, barqaror edi. Yo'q, men uni hech qachon shifokordan boshqa narsaga o'xshatmaganman. U ta'limli, ammo uyda ham mehribon edi. U yutib qo'ydi. Hozir, dedi, bir oz og'riq bo'ladi, lekin bu o'tadi. U inyeksiyani qildi. Men asabiy titrab ketdim. Onamning yuzida bir oz og'riq ko'rindi, lekin u yaxshi qaradi. Injeksiya yurgan joydan togri jonli rangi o'zgardi. Bu normal edi. Qon tomchilar yo'q. U yurgan joy sekin-sekin soviy boshladi. Keyin nimadir boshlandi. Men ilk daqiqalarni eslay olaman. Onam bir oz bosh aylanishini his qildi. Keyin ko'zlari biroz yumilib, u nafas oldi. Men qo'limni ushlab turdim, qaynogam esa qimmatli bo'lgan butun ishni kuzatib turgandi. Ammo keyingi bir necha minut ichida biz barchamiz uchun to'liq kutilmagan voqea ro'y berdi. Onamning tana harorati oshib ketdi, uning terisi qizardi. Bu odatiy inyeksiyalar uchun emas edi. U nafas olishini rag'batlantirmoqchi edik, ammo uning ko'zidagi nur g'ayritabiiy tartibsizliklarga aylana boshladi. U ba'zi vaqtlar gavdani bir oz mahkam tortib, keyin bo'shab qolganday edi. Bu normalmi? Deb so'radim men, xuddi bir bolakay kabi. Qaynogamning yuzida bir nima charchoq aralashdi, lekin u baribir ko'rgan narsalarini tinchlatishga harakat qildi. Bu kuchli preparat, dedi u, ko'pgina holatlarda bu shart qilib yaxshi natija beradi. Ammo har doim ham shunday bo'ladi. Men tavsiya qilgan dozani kamroq qilolmadim, u faqat shunday ishlaydi. Sabr qil, dedi u yuzidagi chirigan chehra bilan. Mening ishim sabr qilish edi. O'sha soat ichida onam bir necha bora hushdan ketib, keyin uyg'ondi. Har safar uyg'onganida biroz jorsiz, hayratdagi, lekin hayoti hech qachon galati emas edi. Biroq soat o'tgan sari uning ohangi o'zgardi. U oldin ko'proq jim, hozir esa bir oz begonalashgan. Shundayki bir paytlar o'zim tanigan onam emasdek tuyuldi. Yotoqning yonida men yuragimni ushlab o'tirib, qaynogamga qaradim. U menga qaradi va ko'z yoshlarini chetdan yutib qo'ydi. E'tiborli bo'l, dedi u, men ham hayronman. Bu preparat men kutgan narsani bermadi. Biz aqilgan boshqa holatlarda hammasi yaxshi bo'lgan. Men nima deyishimni bilmay qoldim. Klinika to'la gap-so'zlarga to'ldi. Qishloq odamlari eshitdi, ular ham dahshat bilan qarashdi. Ular qanchalik bo'lmasin, bu holat hamma uchun signal edi, bir fenomen yuz berayotgan edi. Keyingi kunlarda onamning ahvoli noziklashdi. Laboratoriya natijalari aralash edi, ba'zi ko'rsatkichlar yaxshilangan, boshqa ko'rsatkichlar esa buzilgan. Qaynogam barcha natijalarni kuzatib, o'zini javobgarlik his qildi. U bir vaqtda o'zi uchun noaniq bo'lishi mumkin bo'lgan qarorlar qabul qildi. Ko'p miqdorda injeksiyalar variantlarini ko'rib chiqdi, bir nechta yangi protokollarni o'ylab topdi. Men esa u bilan birga kuzatdim, qo'llab-quvvatlab, ba'zan savollar berdim, lekin u har doim qisqa javoblarni berardi. Bir kuni u meni xonaga chaqirdi. U stol ustida bir qog'ozni oldi, faxr bilan yozilgan, lekin sal galati. Bu yangi ma'lumotlar, dedi u, mahalliy shahardan yangi preparat keldi. U laboratoriya orqali tashlandi. Men uni sinab ko'rishni xohlayman. Ammo u rasmiy tasdiqdan o'tganmi? Deb so'radim men. Bilmayman, dedi u, ammo natijalar va'da berayapti. Men ich-ichidan nafratlanib ketdim. Qanday qilib bitta preparat bunday ham ishonchni uyg'otishi mumkin? Men o'zingni shifokor kabi his qildim, bilim, ammo nizolar. Men onamning yonida, u kunduzi ham, tungi soatlar ham unga qarardim. Qaynogam esa allaqachon navbatdagi dozaning ta'minotini topib, uni tayyorladi. Shu paytda qishloqdagi suhbatlar ko'paydi.
Ba'zilari qaynogamni maqtadi. Ular 3 bosqichda hech qanday boshqa chora yo'qligini aytishdi. Boshqalar esa qattiq tanqid qildi. Nega ruxsatsiz preparat ishlatiladi? Nega sinov bepul o'tkazilmaydi? Garchi tashqarida olomon bo'lar, ichimizda esa sovuq xavotir hukm surardi. Va nihoyat biz keyingi sinov dozani berdik. U juda katta edi, menga ko'rinmasdi, lekin qaynogamning yuzidan men uning o'lchami haqida tasavvur qildim. U uni tik boqib ohista qo'ydi. Bu safar onamning reaksiyasi boshqacha bo'ldi. U nafas oldi, u qalqib ketdi, u birdan ko'zlarini keng ochdi va meni ko'rsatib shivirladi. U dedi u, yodgor. Uning tilida qandaydir eski ism paydo bo'ldi. Men qaytib qaradim, qaynogamning yuzi oqargan, avvalgidan ham qattiq bo'lib qolgan edi. Onamning qo'li bezovta bo'lib, u harakat qildi. U birdan kulib yubordi, keyin esa kuchsizlashib yana yotdi. Ushbu lahzalar oddiy tibbiy o'tkazishdan ko'ra ko'proq edi. Ular ichida nimadir sirli bor edi. Onamning ko'zlarida eski obrazi paydo bo'ldi, u bolalikdagi voqealarni esladi. U qaynogamning ismini aytib qoldi, lekin u ism u uchun yomon emas, balki tinchlik va ma'lum bir uyg'unlikni ifodalaydi. Men ich-ichidan tushunolmay qoldim. Bu preparat nima edi? U odamning xotiralariga ta'sir qildimi? Yoki u tanani muayyan kimyoviy holatga keltirib, psixik bir tugilishni keltirib chiqardimi? Qaynogam o'zidan o'tgan edi, u qo'lini men tomonga cho'zdi va ohista dedi. Buni tekshir, dedi u, bu oddiy inyeksiya emas. Bu boshqa narsa. Agar men xato qilgan bo'lsam, meni kechir. Lekin men buni hal qilmoqchiman. U menga ko'z tikdi. Uning ko'zida sovuq olomon ham, bir mart emas, bir necha bahona ham bor edi. Ichimda yangi bir mas'uliyat tugildi. Men faqat onamning sog'ligi haqida emas, balki bu dori va uning kelib chiqishi haqida ham butun umridagidan ko'ra ko'proq bilishim kerak edi. Ushbu kechadan keyin qishloqda nimalar bo'lishi haqida og'ir va qorong'i mish-mishlar tarqala boshladi. Kimdir shahardan qishloqqa kelib, qaynogam bilan suhbat qildi. Boshqasi esa aynan qayerdan kelganini so'radi. Ammo men endi bir narsaga qat'iy ishonardim, bu oddiy davolash emas. Bu sinov. Va men bilmasdimki, sinov kimga qarata o'tkazilmoqda, onamga, qishloqqa yoki butun dunyoga. Hikoya hali boshlang'ich edi. Men bilardimki, bu sirning oxiri uzoq, nozik va xavfli bo'ladi. Men esa shundoq turgan joyimdan qo'rqmay, eski yuragim bilan unga duch kelishga qaror qildim. Onam o'sha kuni inyeksiyadan keyin biroz uxlab qoldi. Men esa klinikaning sovuq devorlari orasida tarqalgan galati sukunatni tinglab o'tirdim. Qaynogam, Yodgor aka, yon xonada qog'ozlarni ag'darib nimadir izlayotgandi. Uning pichirlab gapirayotgani eshitilib turardi, lekin so'zlarini tushunib bo'lmasdi. Klinika bo'sh edi. Odatda odamlar ko'p bo'lardi, lekin bugun qishloq ahli o'zini chetga olgandek edi. Kimdir eshitgan, kimdir ko'rgan, yana kimdir qaynogamni tanqid qilgan bo'lishi mumkin. Biroq hech kim klinikaga kirmasdi. Ular tashqarida pichirlab turardilar. Men esa xayolimda shu bir tayanch so'zni aylantirardim. Bu oddiy dori emas. Bu fikr meni soatlab qiynadi. Qaynogam 2 soatdan keyin xonaga kirib keldi. Qoshlarini chimirib, qo'lida bir nechta eski hujjatlar bilan paydo bo'ldi. U stolga o'tirib chuqur nafas oldi. Sen bilan gaplashishim kerak, dedi u. Bu ovoz oldingidek qat'iy emas edi. Birinchi marta qaynogamning tovushida qo'rquv borligini sezdim. O'sha dori qayerdan? Dedim men. Bu nima? Nega onam unday reaksiya qildi? Nega bir narsa esiga tushgandek bo'ldi? Qaynogam bir muddat jim o'tirdi. Yuziga yillar davomida yashirilgan sirning og'ir soyasi tushdi. Men o'sha dorini o'zim ham to'liq tushunmayman, dedi u nihoyat. Qanday qilib? Dedim hayratdan. Bu dori menga qo'lga tushib qolgan tasodifan emas, balki u sukut qildi, ko'zlari uzoqqa tikildi. Bu preparat shahardagi markaziy laboratoriyada ishlab chiqilgan tajribaviy modda. Rasmiy dozalar hali tasdiqlanmagan. Men uni ishlatmasligim kerak edi. Lekin men onangni yo'qotishdan qo'rqdim. Bu so'zlar meni bir necha soniyaga karaxt qildi.
Nega onang? Deb so'radim men. Nega aynan unda o'tkazildi? Qaynogam boshini egganday bo'ldi. Chunki u sen bilmaydigandan ko'ra ko'proq kasal. Unga rasmiy davolash yordam bermaydi. Men buni yashirdim. Sen bezovta bo'lmasin deb. Men gazabdan yonib ketdim. Siz uning ustida tajriba qilyapsizmi? Bu qanday shifokorlik? Qaynogam stolga tayanib turdi. Uning qo'llari qaltirayotgandi. Bu oddiy tajriba emas, dedi u, siz bilmaydigan narsa bor. Bu preparat nazariy jihatdan faqat kuchli immun reaksiyasini chaqirmaydi, balki neyronlarning faoliyatini tiklaydi. Xotirani. Eshitdingmi? Xotirani. Men hayratdan kar bo'lib qoldim. Xotirani. Ha, dedi u, bu dori inson miyasi chuqur qatlamlariga ta'sir qiladi. Ba'zi eski laboratoriyalarda odamlarning unutgan yoki bostirilgan xotiralarini qayta tiklash maqsadida yaratilgan. Lekin, dedim men. Lekin bu juda xavfli. Kimdir o'ziga kelgan, kimdir yo'q. Bu dori bilan 1-2 muvaffaqiyat bo'lgan, lekin chuqur tadqiq qilinmagan. Men uni qo'llamasligim kerak edi, lekin. U yelkasini qisdi, ko'zlari yoshlandi. Men onangning o'tmishini bilaman, dedi u ohista. Men jim qoldim. Onang yoshligida katta ruhiy zarba olgan, dedi u davomida. Men hamma narsani bilmasamda, shuni bilamanki, uning xotiralarida katta bo'shliq bor. Ba'zi narsalar u uchun yopiq. Ba'zilari esa qayta ochilishi mumkin emas. Va siz o'sha yopiq narsani ochdingiz. Dedim titrab. Qaynogam javob bermadi. Jim turdi. Bir payt onam uyg'ondi. U sekin ko'zlarini ochdi, o'tirishga harakat qildi. Yuzida g'alati tinchlik bor edi. Men yoniga bordim. Onajon, qanday ahvoldasiz? Dedim. U menga qaradi. Ko'zlari chuqurlashgandek yongan shamga o'xshardi. Men esladim, dedi u ohista. Qaynogam qotib qoldi. Nima eslading? Dedim men. Onam qo'llarimni ushladi, titrayotgandi. Men yoshligimda, dedi u, men yolg'iz emas edim. Men tushunmadim. Nima demoqchisiz? Onam lablarini tishladi. Men bir kishini sevardim. Qaynogam birdan tik bo'lib qoldi. Uning yuzi oqarib ketdi. U kishi, dedi onam. Meni tashlab ketgan deb o'ylardim. Men yana hech narsa tushunmadim. Ammo u qaytdi, dedi u qaynogamga qarab. Sen qaytding. Qaynogamning qo'llari pastga tushib ketdi. Uning nafasi qattiqlashdi. Men esa dahshat bilan ularning orasiga qaradim. Qaytding, yodgor, dedi onam. Meni tark etmaganingni bildim. Xonada jimlik cho'kdi. Qotib qoldik. Men ularning yuziga, so'zlariga, gaplariga ishonolmadim. Bu, dedim men. Bu nimani anglatadi? Qaynogam sekin o'tirib qoldi. Qo'llari titradi. Men bunga tayyor emas edim, dedi u. Men qotib qoldim. Qaynogam, dedim titrab, siz onamni yoshligida. U boshini egdi. Uning yuzida armon bor edi. Biz bir-birimizni sevganmiz, dedi u. Men o'sha paytlarda sog' bo'lmagan bir qarorni qabul qildim. Harbiy xizmatga ketdim va qaytolmadim. U esa men yo'qoldim deb o'ylagan. Onam esa yig'lab yubordi. U bolaligimdan beri hech qachon bunday yig'lamagan. Men seni unutishga harakat qildim, yodgor, dedi u, lekin bu dori, bu ukol hammasini qaytarib yubordi. Men bosimni ushlab tura olmadim. Ko'zimdan yosh oqdi. Demak, dedim men. Siz mening onamni sevgan bo'lsangiz, mening otam kim? Qaynogam yuzini ko'tarolmadi. Onam titrab turdi. Sen, dedi onam ko'z yosh bilan. Sen o'sha vaqtlar tugilgan eding. Mening yuragim muzlab ketdi. Qaynogam qo'llarini yuziga qo'ydi. Men hech qachon bilmaganman, dedi u, u menikidan ham yashirgan. Men oyogimdan kuch ketayotganday his qildim. Demak men, dedim, ovozim titrab. Men sizning. Ha, dedi onam. Sen uning o'g'lisan. Xona g'oyat sukutga to'ldi.
Buni eshitish odamning butun hayotini past-baland qiladigan voqea. Men qaynogamga qaradim. U yoshli ko'z bilan menga qaradi. Men seni o'zimniki deb o'ylamagandim, dedi u, lekin seni doim himoya qilgim kelganini sezganman. Sababini tushunmaganman. Endi tushunib turibman. Onam esa yiglab qo'llarimni ushlab turardi. Men seni yolg'iz o'stirdim, dedi u, uni topolmasligimni o'yladim. Yillar o'tdi. Sirni yopa olmadim. Pishib yetilganimda ham aytolmadim. Men o'zimni yo'qotdim. Ichimda adovat ham bor edi, sevgi ham, gazab ham, minnatdorlik ham, tushunmovchilik ham. Qaynogam sekin o'rnidan turdi. Uning nigohi og'ir edi. Bu ukol, dedi u ohista. Uning xotirasini qaytarib yubordi. Men buni kutmagandim. Men sen uchun foydali bo'laman deb o'yladim. Lekin bu dori hammasini ochdi. Men unga yaqinlashdim. Siz bilasizmi, bu nimani anglatadi? Dedim. Siz butun oilamni o'zgartirdingiz. U boshini qimirlatdi. Ha, dedi u, lekin bu mening gunohim edi. Bugun emas, balki o'sha safar ketgan kunimdan beri. Onam esa ortida portlayotgandek yiglar edi. Men esa hayotimda birinchi marta ikkala qo'lim bilan stulga suyandim, ko'zimni yumdim. Bu endi oddiy ukol hikoyasi emas. Bu butun oila tarixi, o'tgan yillar, unutilgan muhabbat, yashirilgan haqiqatlar ochilayotgan palla edi.